Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Akalar 500 kilolik yem-mishalkamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa buni Qashqadaryoga berib yuboryapmiz akalar. Bu 500 kilo ilitadi. Motorlarga keladigan bo'lsa, akalar motorlarini mis motor qo'yib berdi, 5,5 kW mis motor qo'yib berdi akalar. Xohlasa yanchar rent ostida chiqyapti drabelkalarimiz, mishalkalarimiz, yana boshqa uskunalarimiz. Xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Hozir mana mashinamiz ham tayyor. Kelishdi. Xudo xolasa hozir mashinaga yuklab beramiz akalar. Inshaalloh yuklab beriladi. Zakaz bo'lsa qabul qilamiz akalar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor. Gap-sapkani kelishib, gaplashib surishtirib beriladi akalar. Bu katta nimalarga dastlabkamiz alohida aytilyapti. Lekin dastlabkiga yordam beriladi.